Bugun Xitoyda $1000 bilan qanaqa mazaq sayohat qilish mumkinligini ko'rsataman. Xitoy dunyodagi eng qadimiy sivilizatsiyalardan biri. Bu yerda 1,4 milliarddan ortiq odam yashaydi. 56 ta millat bir vatanda. Bu videodan keyin Xitoyga sayohat qilmoqchi bo'lgan davlatlar ro'yxatingizga qo'shib qo'yishingiz aniq. Chunki hammamiz bilgan buyuk Xitoy devoridan tashqari qadimiy Shaolin jangchilarini, mo'jizaviy tog' va manzaralarini, Avatar filmiga ilhom bergan qoyalarni va albatta men sevgan ekstremni ko'rsatamiz. Va sayohatimizni birinchi kunini esa Shanxay shahridan boshlaymiz. Shanxay bu Xitoy moliyaviy poytaxti, eng yirik port, eng baland minoralar va eng boy megapolis. Shanxay binolari orasida turib, siz o'zingizni kelajak filmida yurgandek his qilasiz. Shu sababli uni ko'pincha kelajak shahri deb aytishadi. Birinchi bo'lib Shanxay bilan tanishuvimizni orqamda turgan Shanxay Tower'dan boshlamoqchiman. Chunki bu dunyodagi eng baland binolar ro'yxatida naq 2-o'rinda turadi. Tasvirg'ozlarmi hozir o'sha binoni majid uchib ko'rinmayapti, bu yerdan o'shitga chiqaman. Esingizdan Dubayda ham Burj Xalifani shunaqa ko'radigan joyga chiqqandim. Faqat u yoqda sarflagan pullarimga afsuslangan edim. Mayli, sizlar uchun men bitta xatoni 2 marta qilishga ham tayyorman. Shanxay Tower binosi balandligi 632 metr va undan faqat 828 metr bilan Dubaydagi Burj Xalifa balandroq. Hozir ichkariga kirib oldim. Aytishligi bo'yicha lift ham dunyodagi eng tez liftlardan emish 74 km/soatda tepaligiga chiqarganmiz. Atigi 55 sekundda 118-qavatga olib chiqar emish. Quloqim ushab qoldi hozir. Chiqarish kerak bo'lyapti. Уже 110-etajdamiz. Tasavvur qilasiz, 50 sekundda rostdan chiqdi. 55 ham emas, даже 50 sekund. Tak, mana hozir kirib kelyapmiz. Bu binolarni qaranglar, hozir pulim kuyadi nima deb aytmoqchi edim sizlarga. Qaranglar, nima bu binolar? Namuncha ko'p. Umumiy 128 qavatli binoni kuzatuv maydoni 118-qavatda joylashgan ekan va balandligi 552 metr. 360 gradus bemalol xohlagan nuqtangizdan borib butun shaharni ko'rishingiz mumkin. Shanxay Tower 2015-yilda rasmiy ochilgan va bugungi kunda Shanxay eng katta ramzlaridan biri hisoblanadi. Sizlar qaranglar, mana buni siz tushunmayapsizlar qanchalik ko'pligini. Umuman boshqa tarafidan mana ko'rinishini qaranglar. Xullas bu joyga chiqish narxiga arziydimi yo'qmi bilmadim. Boshida menga qizuvdek ko'rindi, keyin tez qaladir zerikib qolgandek bo'lib qoldim. Xuddi o'sha gap. Mana qarang. Bunaqasiga rasmga tushaman, siz qop-qora bo'lasiz. Mana bunaqasiga rasmga tushaman, siz chiroylisiz, lekin orqangizda hech nima yo'q. Tak что bilmadim, bunaqa joyga chiqish endi chista maqtanish uchun men dunyoning eng ikkinchi baland binosida ham bo'lganman deyish uchun albatta maqtana olayman, lekin maslahat unchalik bermayman. Undan ko'ra bu pulni qaysidir teparoq restoranga borib, menyusiga, ya'ni ovqatiga shu pulni ishlatib olib, mazza qilib tomosha qilgan bo'lardim. Hop, Shanxay Towerga lekin chiqishinglarga maslahat bermayman. Shaxsan men o'ndan 4 ball qo'ygan bo'lardim. Lekincha havo yo'q. Xitoyda shunchalik namki, hamma yog'im ho'l bo'lib ketyapti. Futbolkam temaslik uchun mana qilib yuribman. Endi esa tinch panoramadan keyin to'g'ridan-to'g'ri ekstremga o'tamiz. Jimao Tower Skywalkga marhamat. Siz bu ikkita go'zal binolarni yonma-yon turishini qarang. Men esa o'zi balandlikdan rosa qo'rqaman. Har doim 5-etaj domidan pastga qaraganimda negadir qo'rqqandan shunday sakrab o'rgim kelardi. Shuning uchun ham umuman tepalikdan pastga qaramayman. Chiqishimdan oldincha sizlarga addushi maslahat bermoqchiman. Men har doim haqiqatdan misol sayohatga chiqsam, biletlarni qayerdan olaman bilasizlarmi? To'g'ri, aviasales.uz dan nerealno qulay bor. Prosta mana Toshkentdan qayerga uchmoqchiligingizni yozasiz. Mana Shanxayga sanani tanlaysiz. Misol uchun 26-avgust uchib ketmoqchisiz. Bo'ldi, mana o'zi eng arzon aviachiptalarni mana ko'rsatadi. Mana $207 ga eng arzoni bor, lekin eng qulay $266. Biz butun aviakompaniyalarning ichiga saytiga kirib o'tirmaysiz. Hammasini aviasales o'rningizga qilib beradi. Xullas, 2 sekundda eng arzon aviabiletlarni olmoqchi bo'lsangiz, aviasales.uz foydalaninglar. Bo'ldi, kiyimim tayyor. Endi chiqsam bo'ldi. Tepalikdan o'zi qanaqadir yo'q, chiqmayapti to'g'risiga. Oh my god. Oh, no. Yo, mablag' qaranglar, ovqat turishim bor. Yurayotgan joyimni qarang. Wow. Mana buni qarang. Hello? Oyog'imni tushirdim men bu yerda. To hand hold the green roll. Stand by the set of this one. Okay. Now. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yo. Oh my god. Stand inside to feed over.
Lekin men bu lokatsiyada bunaqa turish bilmadim lekin. Agar mana shu yerdan tushib ketsam bo'ldi, всё. Solchilik kanali ofitsiallik yopiladi. Lekin mana bu yerga kelish stoyit. Skywalk bu Osiyodagi eng baland ochiq yo'laklardan biri. Yo'lak kengligi atigi 1-2 metr. Shamol bo'lsa to'g'ri yuzingizga uriladi. Shahar shovqini esa pastdan eshitilib turadi. Bu hissiyotlarni so'z bilan yetkazib berishga qiynalyapman. Qo'limda ushlab turman. Agar qo'limda mana bu narsani qo'yib yuborsam bilmadim, tushib ketaman. Haqiqiy adrenalinimni oldim lekin. 340 metr tepalikdan yurish, это просто. Make sure hold on the road and one feet stand by the side of the skywalk. Open your another feet and the hand like this. You see? Yeah, very good. Wow! Stand up straight. Wow, pastga qarasa qo'rqib ketyapman. Wow! Ko'ryaptimi yo'q bilmayman sizlarga. More like right side. Wow! Shamol yomon bo'lyapti lekin. Mana bu hozir tortmayapti lekin meni. Agar lekin shamol bo'lib ketsa, ushib qoladi-da. No, hozir shamolda o'zim turibman. Oyog'imga qarang. Here is the best place to in. Opposite us, you can say the. Bo'ldi, men ofitsialni balandlikdan qo'rquvimni yengdim. Bundan baland joyda men hech qachon bo'lmasam kerak. 5-etaj domla endi men uchun hech narsa emas. Da, bu haqiqiy adrenalin. Lekin mana shu brat har safar endi mazza qilib tepalikni his qilaman deganimda, ketdi deb shoshiltirib, atmosferani buzurdilar. Umuman olganda Jimao Skywalk menga yoqdi, lekin odamlari bilmadim, negadir juda ham sovuq muomala qilishdi va mana bu qarang, rasmga tushirishganda ham bitta rasm tekin ekan, men siz tanlab berishni ishlayib qo'yganmanligini. Orasida yaxshi rasmlar bor edi, lekin ularni har bitta donasini 88 yuandan sotar emish. Atilab o'shalarni tanlamadi va umuman uchta turgan odam meni shoshiltirib, rohat olishimga bermadi. O'shaning uchun bu joyga men 7 ball qo'ygan bo'lardim. Ketsa bo'ladi lekin. Balandlikdan endi to'g'ri tezlikka ketamiz. Ketdik! Happy Valley Shanghai Xitoy eng katta attraksion parklaridan biri. Naq 86 gektar maydonda joylashgan. Biz bugun bu yerda faqat eng zo'r attraksionlarni tanlab o'tamiz. Emotsiyalar olishga tayyorman. Bitta quvvatlanib olsam bo'ldi. Ketdi. Park ichida 7 ta tematik zonalari bor va albatta 100 dan ortiq attraksionlarda uchish uchun har yili millionlab odamlar tashrif buyuradi. O'zi Xitoy attraksionlariga ishonmayman, lekin Xitoydagi attraksionlarga ishonaman. Voy, tepaligini. Okay. Ishqilib ketmang. Kattadan o'tirdim bo'ldi, qaytib ketding, iltimos. Qo'yib yuboringlar meni, iltimos. Nima qo'rqinchli! Birinchi 2 sekundda dahshat emotsiya ketdi keldi. Hozir mana bu yerga o'tiramiz, menimcha menga kamera bilan ruxsat berishmasa kerak, olib qo'yishsa kerak. Afsuski, yorqin emotsiyalarimni ayrim attraksionlarda syomka qilish imkoni bo'lmadi. Kamera bilan uchish mumkin emas ekan. Короче, men shu tuchganligimni просто tasdiqlash uchun sizlarga ko'rsatdim, как будто oladigan bo'lib atak. Olmayman bunaqa rasmlarni. Kameraga ruxsat berishmagani yomon bo'ldi-da. Makiyajimni o'chirib tashladi yuzli. Hazillashdim yana ishonib o'tiriblar. Vashshalik emotsiya просто bomba. Yalachi bilan taxtadan yasalganda, xuddi rosa uchib ketadigan emotsiya bo'ldi lekin. Vau. Mana baqirasi endi tushayotganda. Bo'ldi, shu ovozga. Mamabda suzga kelganlar suv sepamiz. Yashin. Poylay. Bo'ldimi? Nima qaytaringlar? 5 yuan uxladi. Hozir mana bu suvlar pastga tushganda, o'sha yerdan bu yoqqacha yugurib kelishga ulguramanmi, ulgurmayapman? Ha, ko'ramiz. Ulgurdi. Katta bolani ahvoli. Kim bu bolani bitta bolasi bor deydi. Yoshligimda har doim mana shunaqa joylarda o'yinchoq yutib olishni orzu qilardim, hech qachon yuta olmasdim. O'ylamasdim prosta. Qara hozir yutsa bo'ladimi, yo'qmi tekshirib ko'raman. 20 ta bersa. Boshlaymiz. Negadir bunaqa avtomatlarni men yolg'on deb o'ylardim. Lekin birinchi urinishimdanoq bam. Labbe. Bitti. omadim kelmadi. Yana bitta urinish demoqchi. Lekin ikkinchi urinishimda qanaqa qilish kerakligini tushunib oldim va oq ayiqqa Yes.
tushirardim. Qo'yibordimi? Ketma-ket urinishlarim samarasiz o'tdi. Ushlab ololgan o'yinchog'imni ham sal ochib yuborib tushiraverdi. Da, yolg'onga tushdik. Zato endi siz aniq o'ynash kerak emasligini bilasiz. Qo'yurman. Qo'yiryapti-yu, shans yo'q-ku. Pulga yo'qlar. Qolib prosta ona bundoq qaradilar, keyin ketdilar. Terlaganimga ahamiyat bermaylar. Xitoyda hamma bunaqa nam havoda terlay yuribdi. Umuman olganda menga Happy Valley yoqdi. Bu joyga kelishinglarni tavsiya beraman, chunki narx bo'yicha ham zo'r. 10 dan 8 ball ketdi. Shunaqa joylarda bir o'zim yurayotganim, bitta mana shu minusim bo'lyapti. Обязательно oila bilan kelinglar, maza ketasiz. Qorin ochganda esa Shanxaydagi eng mashhur restoranlardan biri Epicure on 45 ga keldik. Bu vid haqida men sizlarga Shanxay Towerga borganda aytgan edim. Bu yoqda qachon ovqat yeysiz, vidni qaranglar. Mana bu ko'rinadi haqiqatan. Tipo такое o'tira oldim, lekin men bunaqa menyularni bilmayman. Mana nima bilan? Men Londonda lobster yeganman va bu xatoni boshqa qaytarmayman. Qaranglar, yevoraymi? Men buni yegan bo'lardim, lekin nima bu faqat? Mana bu qarang. 1 2 3 4 5 6 6 ta donacha bundoq go'sht. Mana bundoq keladigan go'sht 488 yuan. Menyudagi narxlarga qaramasdan oladigan darajada pulingiz ko'p bo'lsa, bu joy sizga yoqadi. Chunki bu restoran 1,5 soat davomida 360 gradus aylanib butun shaharni ko'rsatadi. Ya'ni siz bemalol ham ovqatlanib, ham chiroyli manzarani tomosha qila olasiz. Haqiqiy boy bilan boymas odam farqini nima bilasizlarmi? Boymas odam hamma mana shu narsalarni bir vaqtda kelib stolga kelishini kutib turadi-da. Lekin mana shunaqa rasmga olib qo'yin deb so'raydi. Rasmga tushib bo'lgandan keyingina yeyishni boshlaydi. Ungacha hisob emas. Haqiqiy boyligiga hech farqi yo'q. Narsa keldim bo'ldi, yeb tashaveradi. Rasmga tushib o'tirmaydi. Xuddi misol uchun biz oshga chiqsak rasmga tushmaymiz-ku. Xuddi shu tema. Men ham hali boy emasman deganim bu. O'zim ham eng boshida kelgan, lekin hamma narsalar kelishini kutib rasmga tushishni tegmay turdim. Pastadan boshlaymiz. Krevetka. Umuman balu mazasi yo'q, lekin juda ham sochni yumshoq, prям rostdan zo'r. Narxini o'ylamasa yaxshi. Mana men bu go'sht bo'lsa 860 ming so'm, mana shu turishi. Necha kilo go'sht olgan bo'lardinglar, tanlaylar. Gap yo'q, lekin yumshoq, sillu ketyapti. Sal kuyib qo'yganga o'xshaydi. Ozgina. Zo'r. Sillu. Men bu narsalarni lekin men zakaz bermagandim, ish qilib. Tekin bo'lsa bo'ladi. Nima bu o'zi? Необычный такой zo'r sarıyor ekan, men buni sizcha. Вообще zo'r sarıyor lekin, qanaqadir rostdan qimmat narsani tamiga yotdi men buni. Oddiy sarıyor emas bu. Qani endi deserti nima bu bilmayman, yeb ko'ramiz. Narxini inobatga olmasak, men buni qarang, qanaqadir qiziq narsalar. Qurbaqan tuxumi. To'g'risi, sochdan gap yo'q. Zo'r narsani zo'r deyman, rostdan zo'r. Endi esa eng qizig'i, shu bir kishilik ujini menga nechta pulga tushganini bilib olamiz. Bitta odamga 125 dollar. Hamma narsasi zo'r bu joyi, narxidan tashqari. Agar narxini hisoblamasdan aytadigan bo'lsak, ham bemalol agar narxi o'rtacha bo'lganda, misol 125 emas, 25, men 25, men 35 dollar bo'lganda 9 qo'yib 10 qo'ysa bo'lardi. Lekin bunaqa qimmat joylarga men shundoq kelmagan bo'lardim. Mayli, mazasi zo'r bo'lgancha 6 qo'yaman. Agar pulingiz ko'p bo'lsa, ham kelinglar zo'r. Keyingi kuni endi Xitoy madaniyatini yanada chuqurroq his qilish uchun Dengfeng shahriga keldim. Sababi aynan shu yerda hammamiz bilgan Kung Fu pandani, Kung Fu jang san'ati yaratilgan. Birinchi bo'lib 1,5 dollarga quyoshdan qochish uchun somon shlyapa. Kung Fu shlyapasini olib, ana haqiqiy Xitoy bo'ldim. Endi ichkariga kiramiz. Shaolin Temple 1,5 ming yildan oshiq tarixga ega. Butun dunyoga mashhur Shaolin Kung Fu tug'ilgan maskan hisoblanadi. Ola avdiga chiqyaptilar. Menga bersinlar, men o'zim ko'rsatmayman qanaqa bo'lishini. Men yoshligimda jumon ko'rib o'sganim bilmayapsizlar menimcha. Sizlar bekor bilan hazillashyapsizlar. Men yoshlikda jumon ko'p ko'rib o'rganman. Hozirga men hammasini ota olmasam, bir marta ham tusha olmasam, 50 ta jumon yig'ib beraman. Jumon qanaqa otardi? Mana bunaqa otarmidi? Dodani qo'ylab qo'ymang.
Jumongman, Jumong. Ismimni o'zgartirib yubordim, bo'ldi. Qilichi etiga tushganini ayting. Mayli, zadi. Mastiga tegdi. Raqib edi. Raqibni yo'q qildi. Raqibni so'nggi manziliga jo'natib yubordim. Morojneli rol ko'rganmisizlar? Mana buni qaranglar. Bunaqasi faqat Xitoyda. Hozircha o'yin kulgu qilib yuribman, chunki tarixiy atmosfera unchalik sezilmayapti. Hech bo'lmasa shu joyga kelib, kung-fucha massaj olib ko'raychi, o'zim uchun qanaqaligini bilaychi dedim. Hop, oddiy massajda asosan mushaklaringiz bilan ishlasa, Shaolin massajda asosan suyak va bo'g'imlar bilan ishlanar ekan. Hattoki chiqib ketgan suyakni joyiga tushirishar ekan. Mushaklarni bo'lsa qattiq bosim bilan ochishadi. Faqat suyaklar bilan ishlanar ekan bu massajda, lekin tochkalarni topotdilar. Shaolin massaj bu oddiy dam olish emas ekan. Bu jangchilarning tayyorgarligini bir qismi hisoblanar ekan. Mana kung-fu massajni ham olib ko'rdim hayotimda. $12 massajdan chiqib Shaolin shouga kelib qoldik. Zal bittada to'lib ketdi. Yaxshi va odobli bo'ling deb yozibdilar. Bunisi o'zi qiziqroq. Odamlar bilan interaktiv truklar bajarishdi, har xil chiqishlar ko'rsatishdi. Yomon emas, prosta men yaxshiroq bera olaman. Yoki menga ishonmayapsizlarmi? Antga chiqinglar, ko'rsataman, ham shunaqa narsalar qila olaman. Qobiliyatimga ishonmayapsizlarmi? Diqqat! Yirtiq paypoqli ajdar raqsi. Mayli, hazil bilan, lekin nihoyat Shaolin Temple eng kulminatsion joyiga keldik. Bu yer nafaqat jang san'ati, balki Chan buddizmi ruhiy intizom markazi ham hisoblanadi. Mana qaranglar, haqiqiy kinoga tushib qolgandayman. Mana bu tepadagi tomlardan xuddi hozir ninjaga o'xshab, sho deb bundoq bekinib, bu yoqqa qarab qo'rqilib turgan qaroqchini bundoq ustidan kelib o'ldirib ketadiganda. Dengfeng Shaolin Temple umuman olganda menga yoqdi. Bu yoqda biz haqiqatan o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib o'rgangan Xitoyni ko'rishimiz mumkin. Faqat bitta shu minusi, hamma yoq talpa turistlar shu atmosferani sal buzyapti. Bir marta kelib ketsa bo'ladigan joy. O'shaning uchun men 10 dan 7,5 qo'yaman. To'g'risi, meni ko'nglim 100% to'lmadi. Kutganimda ancha kam narsa oldim. Shunga haqiqiy kung-fu atmosferani his qilish uchun Dengfengdagi yana ham qadimiyroq Fawang Temple ga bordim. Bu yoni uncha-muncha sayyohlar bilmaydi, lekin tarixiy kayfiyati undan ham chuqurroq. Shaolin 1,5 ming yil oldin paydo bo'lgan bo'lsa, mana bu orqamda turgan daraxt 2000 yil oldin. Tasavvur qilasizlar. 1000 yillik ibodatxonalar, qadimiy haykallar va tog' bag'ridagi sukunat. Xullas, haqiqiy Xitoy madaniyatini his qilishingiz uchun ideal joy. Bu templda haqiqiy monarxlar hali ham yashaydi. Coviddan keyin o'zi turistlarga ochilgan va kechasi soat 7 dan keyin polностью hamma yoq yopiladi. Faqatgina yashayotgan monarxlar qoladi. Mana hozir ko'rishingiz mumkin. Mana haqiqiy monarx o'tib ketyapti va bular o'ziga qanaqa hayot tanlagan bilasizmi? Umuman xotini bo'lishi mumkin emas. Tabiiyki, bolasi ham bo'lmaydi. Qattiq dietada, umuman go'sht yeyish mumkin emas. Faqatgina tabiiy o'sha natural narsalarni olib yeyishadi. Buni hammasi nima uchun bilasizlarmi? Bu dunyo juda ham oddiy qilib aytganda isqirib deb hisoblashar ekan. Chunki juda ham ko'p urushlar bo'lib turadi va bir-birini odamlar o'ldiradi. Bu dunyoga boshqa qaytib kelmaslik uchun aynan shu yo'l ularni olib boradi deb o'ylashar ekan. Qiziq. Monarxlar shaxsiy boyligi ham yig'maydi. Ularning hamma narsasi ibodatxonaga tegishli. Telefon, mashina, hashamat umuman yo'q. Pul topish va sarflash haqida o'ylash ham yo'q. Har kuni soat 5 da uyg'onib, kun davomida 6-8 soat kung-fu mashqlari va meditatsiya qilishadi. Go'sht umuman yeyishmaydi. Asosan guruch, tofu, sabzavotlar. Ular butun umr oilasiz, jinsiy aloqasiz hayot kechirishadi. Sababi bu ruhiy intizomga to'sqinlik deb hisoblashadi. Yana haqiqiy ayol monarxlar har doim sochini kalga olib yurar ekan. Qoyat. Allo, Farangiz, qalaysan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Market Yandex.dan savatga uyga kerakli narsalar tanlab qo'ydim. Shuni to'lab yuborayapman. Bo'ldi. Nimalar tanladingiz, ko'ringchi. Xo'p, xayr. Ko'raylikchi nimalar tanlabdi. Hop, birinchisiga bardak choy ichadigan krujka 49% skidkada 50 ming so'mga, okey. Ikkinchisi vaza, mana shu yerda namyok ketyapti 36 ming so'mga, uchinchisiga Parij uchun sochiq. Mayli, hammasi kerak. Narxlari ancha arzon ekanmi? Da, Market Yandex.da 99 minggacha tovarlar bo'lim bor va u yoqdan haqiqatan har kuni kerakli va foydali ishlatiladigan narsalar topishingiz mumkin. Shuni Farangizga bir marta ko'rsatib qo'ydim. Mana foydalanyapti. Ya onlayn shopping qarang, rostdan ham qulay bo'lib ketgan. Hammasini bitta shu Yandex.go ilovasini market bo'limiga kirib, hamyonbop narxlarda bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Eng qiziq, hozir O'zbekistonda bo'lmasam ham uydagilarni bemalol xursand qila olaman. Dastavkasi bo'lsa uygacha yoki yetkazib berish punktigacha. Mana misol uchun shu 99 minggacha bo'limiga kirib lentasini
просто listat qilib o'tirsanglar, mana bunaqa narsalarni topishingiz mumkin ekan. Mana bunaqa difuzorlar, akva kovriklar, o'yinchoqlar, naushniklar, yana o'yinchoqlar farisga mana bu narsani bo'lsa, men ishlataman, zo'r narsa. Xullas, tovarlar ko'p. Market 50 promo kodi bo'yicha esa 50% chegirma. Juda ham qulay taklif. Foydalaninglar. Qiziq-a, men bu yo'lga o'zi yoshligimdagi orzuni Kung Fu Pandaga o'xshab ajdar jangchisi bo'lishga keluvdim. Shuning uchun 2 kun Kung Fu maktabida yashadim va o'zimni sinab ko'rdim. Bu haqida to'liq videoni YouTube kanalimizda mazax ko'rishingiz mumkin. 99% turistlar sirazu faqat shu Shaolin Temple'ga kelib, butun Dengfeng haqida hamma narsani ko'rdim, Shaolinni his ko'rdim deb o'ylar ekan. Lekin mana mashinaqa maktablarning ichiga kirib, haqiqatan Shaolin Kung Fu bilan shug'ullanib ko'rmagunizcha biyon atmosferasini 1% ni ham ololmas ekansiz. O'shaning uchun mana endi men Dengfengga 10 dan 10 ball qo'yaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Men bu hissiyotlarni butun umringizdan chiqarmayman. 3-kuni esa Zhangjiajidagi o'sha mashhur National Forest Parkiga keldik. Vah, ortimdagi binoni qaranglar, o'zi chiroyli va men yangi kunga tayyorman. Yo'qda-chi, mana shapkasiz ko'rib, o'zi tinch qo'yishmayapti meni. Polni orqaga kelib No, thank you. Sizlar uchun prosta bilib qo'yaveringlar deb o'zim uchun mana bunaqa narsalar qilmasdan kadr chiroyli chiqsin deb shapka kiymayapman. Даже kadr chiroyli chiqsin deb video payti men ochkimni ham yechib qo'yapman. Xullas, men bu yerda dahshat vid bor, prosta mana qarab ko'ringlar. Men lekin hali ko'rganim yo'q. Men yerga qarab yuraman yog'iga. Men shuncha tayyorlangan vaqtim mana shu liftning orqasida bekin turibdi. Qani Xitoy meni qoyil qoldirchi. Tayyorman. Hayajonlarga to'g'ri nima chiqadi tezroq. National Forest Parkida nima bor deb qiziqayotgan bo'lsangiz, dunyodagi eng g'aroyib va betakror tog' manzaralari bor. James Cameronning Avatar filmidagi Hallelujah Mountains uchun ilhom aynan shu joydan olingan. Hozirda esa bu yerdagi eng asosiy qoyaga Avatar Hallelujah Mountain deb nom qo'yilgan. Mana buni qaranglar, pasti. Voy, ani tog' necha metr bular? Mana ko'rish joylar bu yerda tugaydimi? Qaranglar. Ha, bu joy bekorga ham UNESCO merosi ro'yxatiga kiritilmagan ekan. Yo, o'rtoqlar, mana shu bitta deb, lekin bu yerga kelish mazza, prosta bor. Bu parkda aylanishga ham to'liq 1 kun ajratsangiz bo'ladi. Odamiga taxminan $40 dan tushar ekan. 300 million yildan ortiq vaqt davomida shamol, yomg'ir va muzlilar ta'sirida shakllangan, balandligi 300-400 metrgacha yetadigan 3000 dan ortiq tik qoyalar osmon sari ko'tarilib turadi. Ularning tepasida esa go'yo boshqa dunyodan kelgandek yashil o'rmonlar yoyilib turadi. Agar tilla baliqqa bitta tiliga intilsa, mana shu yonimda ayol prosta tushkunimizgacha jim ketishini tilab shunga ishlatib yorardim. Tabiat tomosha qilinglar. Biletingiz narxiga hammasi kiradi. Borish, qaytish kanatkasi, parkka kirish, shuttle bus sizni olib borib ham, qaytib ham olib keladi. Hammasi juda ham qulay tashkil qilingan. Endi bo'lsa, maslaga umuman boshqacha Xitoy ko'rsataman. Zhangjiaji Grand Canyonga marhamat. Hozir biz Xitoydagi eng mashhur ekstremal joylardan biri Grand Canyonga keldik. Men VIP bilet oldim. Narxini esa oxirida aytaman. Birinchi bo'lib Glass Bridge bor. Mana bunaqa shishali mostdan yuramiz. Bu dunyodagi eng uzun shishali most ekan. Uzunligi 430 metr, balandligi esa 300 metrdan ortiq. Bu deyarli 100 qavatli uyga teng. Tasavvur qilinglar, hozir tegimda necha yuz metrlik jarlikda. Agar hozir xuddi Igra Kalmara deb mamnun bam sinib tushib ketib qolsam bo'ladi. Odam ko'p ekanda. Bu yoqda meni oynamdan boshqalarni qochirish uchun qo'rqitish kerak ozgina. Xuddi tushadigan. To'g'risi, bu oynadan yurish qo'rqinchli bo'ladi deb o'yladim. Lekin zerikkanimdan yotib uxlab keldi. Bu esa shunchaki boshlanishi edi. Chunki endi men boradigan joyimga lavinani quvvati menga kerak. Endi bo'lsa Via Ferrata, ya'ni qoya yo'lida yurishga ketdim. Via Ferrata Zhangjiajida siz tik qoyada 200-400 metrli ekstremal yo'lda yurib chiqasiz. Bu joy dunyodagi Top 10 Extreme Walks ro'yxatiga kiritilgan. Alvido, xayr, yaxshi borib keling. Всё. Bo'ldi. Go.
Bo'ldimi? Bu pastlikni qaranglar, hozir sirpanib yiqilib ketsam. Zinalar uzoqlashdi endi. Kattaroq qadam tashlayapman. Via Ferrata bu oddiy devor bo'ylab yurish emas. Yo'l davomida sizni turli ekstremal challengelar kutib turadi. Avvaliga ozgina o'rganib olishingiz uchun oddiyroq zinapoyalardan yurib ketasiz. Lekin kutilmaganda birdan xuddi tushib ketadigandek his qildiradigan birinchi tuzoqqa duch kelasiz. Voy! Nima bu? Chiqib ketmagan bu? Yes! Oyog'imni qo'yib turibman. Men bu o'rtoqlar haqiqiy Xitoy ekstremi. Qiziqish uchun qo'limni qo'yib yorib yurishga harakat qildim. Lekin Qo'limni qo'yib yorib yura olmayman. Yo'q, ushlab. Hech nimani ushlamayman, ikkita qo'lim. Yo'q! Ey Xudo! videoda ko'rinishidan nimasi qiyin, opposoni deb o'ylashingiz mumkin, lekin hayotda rostdan ham qo'rqinchli ekan. Yo'q, bo'ldi. Voy, boshim shunaqangi aylanyapti. Yalachi, men bu lesinsa mana qiya ketgan, sirpanib ketadigandek o'zimni his qilaman. Voy, mana bu joyga qaranglar, o'tadigan joyi yo'q, yashashim shart. Yo'q, bo'ldi. Tezroq. Bo'ldi. Qachon tugaydi bu iltimos tugasi? Nima? Hali yana ancha bor ekan-ku. Turotgan joyimni qarang. Da, shunaqa go'zal tog'li manzarasida kanyonda haqiqiy adrenalin oldim. Eng qizig'i yo'lingizdan yangi challengelar chiqaverishi. Men bu yerda temir ish qilib normalmi? Ozgina o'tirib chiqib olish kerak ekan bu yerdan, bo'lmasam boshi tomga tegib qoladi. Tomga dedimmi, toshga. Bu yerga jismoniy holatingiz yaxshi bo'lsagina chiqishni maslahat beraman. Qorni borligi esa ancha qiyin bo'ladi. Ya bu narsani qilishchi bor, hammaga ham maslahat bermayman. Tugamayapti. Wow! Yo, men bu yerdan tusholmayman. Nima? Men bu joy qaranglar, nima qilaman? Mana chiqa olmayman men bu yerda. Voy, tushib ketma. Wow! Yo. Wow! Yo, jinnim bular. Tik pastga tushyapman. Shuni prosta o'zimni hayotimni xitoyliklarga ish olib qo'ydimmi? Mana qaranglar, prosta hech nimani ushlamayapman. Faqat lezitsani o'zini ushlaydigan narsa yo'q chunki bu yoqqa. Xudo, vashshe lekin. Mana hozir qoyada turibman va meni faqat mana bu narsa ushlab turibdi. Qani hozir pastga sakrasam, meni ushlab qolalarmikan? Ajoyib, meni kechiring. 1 2 3. Hazırlaştım, ben ona cillimas hali. Tepadan tosh tushib ketdi, qoyil. Ishqilib, mana shu lezitsamiz qotirilgan tosh ko'chib tushib ketmasa bo'ldi, lezitsamizni olib ketib qolib. Mana bu joyiga nima qilgan endi? Nima bu olib tashlash? Ustimizdan kulishmi bu? Yarim soatdan oshiq tik qoyalardan yurayotgan bo'lsam ham, shunaqa dahshatli kanyonda ikkala qo'limni qo'yib yorib pastga qarab yursam, shunaqangi boshim aylanib ketdi. Endi men bu yoqni qaranglar. Tik pastligiga tushishimiz kerak lezitsadan. Wow! Bo'ldi, hamma tushadi-yu, hamma tushadi-yu, san ham tush nima? Hamma tushadi-yu. Hoppa, hop. Yo. Oyog'im qaqili. Voy, men qarang, nima qilay? Bitta ham instruktor yo'q, nima qilay? Men bu ikkita simni ustidan men bu yerga oyog'im qo'yib, bu yerga qo'limni qilib o'tishim kerakmi? Bu esa men uchun eng kulminatsion joyi. Bitta tog'dan ikkinchi tog'ga qo'llaringiz bilan simdan ushlab muvozanatda yurishingiz kerak ekan. Qo'ydim oyog'imni. Wow. Mana buni qaranglar. Oyog'im ham xuddi shunaqa. Oh my god. Wow! Yomonlik qilyapkan bu. Yes.
Endi men bu yoqni qaranglar chiqadigan joyini. Oba. Okey. Endi men bunaqa turgan joyimda reski yana pastga tushish. Bu yo'lni bosib o'tayotganingizda o'zingizni haqiqiy alpinistdek his qilasiz. Yovvoyi tog'larda yuradigan alpinistlarning qanchalik qo'rqmas va kuchli ekanligini o'zimni tajribamdan tushundim. Bunaqa ingichka joylardan ham o'tadigan joy bor ekan. Voy, dahshat, dahshat. Lekinchi, yo'dachi. Qo'rquvingizni shunaqangi yengar ekansiz. Prosta bunaqa olib, hech nimani ushlamasdan bunaqa yurish uchun eng xavfsiz yo'li mana shida. Har doim mana shunaqa zabroshkalarda oyog'im bunaqa yurish qolyerdim. Mana eng xavfsiz joyida mana shunaqa qilish uchun. Xullas, yarim yo'lni taxminan 45 daqiqada o'tib, charchaganimdan va vaqtimni qizg'anganimdan davom ettirmadim. Menga yetib ortdi. Endi qanchalik pastga tushgan bo'lsam, xuddi shuncha zinalar orqali tepaga chiqishim kerak ekan. Men bu orqamdagi zinalar hali bor-ku. Bu ham mayli. Hali meni buyuk Xitoy devori oldinda kutyapti. Oyoqlarim, sizlarga alangali salom. Hop. Tushib ketdi. Xullas tepaga chiqib olib, men uchun eng muhim bo'lgan bungee jumpingga bordim. Dunyodagi eng baland bungee jumping Guinness rekordiga kirgan. Naq 160 metr balandlikda. Bu degani qariyb 90-etajdan turib sakrash, tasavvur qilasizmi? Har doimgidek bir nima bo'lsa o'zim aybdorman deb qog'ozlarga imzo qo'yib chiqdim. Barmoq izlarimgacha. Shunchalik o'lish riski bormi, yo'qmi? Xavfsizlik kiyimini kiyayotganimdan boshlab yuragim urishi ham tezlashishni boshladi. Okay, agar uzilib ketsa pulimni qaytarib berasan. Cheta seriyozligini sezyapti yuragim. Atakchi, qonataman sakrash. Nima dedim? Yo'q, bo'ldi, olib tashlang joy. Atakchi, sindiraman hozir sakrash. Bo'ldi, vaqti keldi. Men shu qizdan keyin ikkinchi bo'lib sakrashim kerak ekan. 아니야, 못이야, 못이겠어. Atmen qorishdi. Sakramaydigan bo'ldi. Tasavvur qilasizlar? Mendan oldingi qizdi bu. Mani galim keldi. Alohida instruksiya o'tib, xavfsizlik kamarlarini taqib, o'tkazib qo'yishganida Boshim sal aylanish boshladi. Wow, yuragim tez urib ketyapti. Oh god. No. Walk forward and put your toes over the edge. chekkasiga turganingizda nereal qo'rquv bosadi. Pastga qaraganingizda oyoqlaringiz qaltirab ketadi. Balandligini ko'rib turib, sakrash uchun esa katta jasorat kerak ekan. Miyangiz sakramaslik uchun mingta bahona qidiradi, lekin o'zingizni yengib bitta sakrashingiz bilan million xil emotsiyalar ichingizdan o'tadi. Ularni baqirib chiqarib olgingiz keladi-yu, lekin tezlik shunchalik kattaligidan havoga tiqilib qolar ekansiz. Hayolimda qahramonlardek chiroyli baqirishni xohlagandim, lekin bu dahshatli adrenalinda ovoz ustidan hech qanaqa kontrol qila olmaysiz. Mayli, mani ko'zimlar qanaqa bo'lganini ko'ring. Faqat videoning ovozini o'zingiz pasaytirib ko'rarsiz. No! Havayot titrab ketyapti lekin. Shunaqa ham baland bo'ladimi? Wow. Boshim aylandi, lekin to'g'risi boshim yomon aylanyapti. Tezroq olib chiqinglar iltimos. Shunaqangi qornim bittada nerealni ochib ketdiki, bunchalik o'zimni ochiq his qilmaganman. Eng asosiysi esa Qilolganimga xursand kitobman. Eng qizig'ichi bu hali hammasi emas. Voy, yana ketdi dalishi. Nechta narsalar bor bugunga ketdi. Hammasini ko'rmoqchiman. keyin o'sha mashhur zipline-da uchdim. Bungee-da sakraganimdan keyin bularda umuman ekstrem sezmadim, lekin bitta tog'dan ikkinchi tog'ga Spider-Mandek uchib o'tish albatta arziydi. Eng qizig'i, pastga tushib olish uchun lift yoki zina emas, sirpanish kerak ekan. Bunaqasini lekin birinchi marta ko'rishim bor. Voy, to'g'ri pastga tushishim. Sirpanib pastga tushganingizda sizni daryo bo'ylab 20 daqiqalik sayohat kutadi. Suvi rangi firuza yashil bo'lib, u ohaktosh jinslari va tropik o'rmon aksidan hosil bo'ladi. Atrofingizni bo'lsa baland qoyalar, sharsharalar va zich o'rmonlar o'rab turadi. Qayiqdan tushib 3-4 kilometr xuddi yovvoyi tabiat qo'ynida yurgandek his qilasiz. O'ta go'zal. Agar xotiningiz bilan kelsangiz, adrenalindan boshlangan kuningiz eng ideal romantik yakun topadi. Ilonni ko'rasizlarmi? O'g'on ilonni qarang. Ilon
Xuddiki tomchilar sizga bir nima demoqchidek. Suv rangi esa shunchalik sehrli. Bu rang tabiiy. Suv ichida erigan ohaktosh va minerallar quyosh nurida shunaqa moviy, yashil jilva beradi. Men bu testni topdim. Qani qanchalik semizligini bilamiz. Bu yoqdan bemalol. Bu yoqdan ham bemalol. Keyingisi. Bu yoqdan ham bemalol. Tak, bu yoqdan ham sig'dim. Bunisigachi. Oo! Eng oxirdan bitta oldim. Ya, sig'madim. Eng oxirida bitta oldingizga sig'madim bo'ldi. Mana shunaqa joyda, mana bunaqa vid bilan prosta yaxshi ko'rgan odamlar bilan aylanib yurgan bo'larmidinglar? Yo'lingizni oxirida esa mana bunaqa qorli joylardan ham o'tasiz. Ha, Zhangjiajie Grand Canyoni meni shunchaki lol qoldirdi. Shularning hammasiga men $335 to'ladim. Albatta eng qimmati bungee jumping hisoblanadi. Agar bungeesiz bilet oladigan bo'lsangiz, taxminan odamiga $60-70 ga tushadi. Puliga 100% arziydi. Hozir bo'lsa biz dunyodagi eng uzun kanat yo'llaridan birida Tianmen tog'iga ketyapmiz. Sayohatimizning 4-kunida Zhangjiajieni yana bir mashhur tog'iga keldik. Bu tog'ga bo'lsa uzunligi bo'yicha dunyoda top 5 talikka kiruvchi kanatkada ko'tarilamiz. Lekin men bu kanatda boru yarim soatga yetishimiz kerak. Umuman konditsioner yo'q. Issiq dabdalam chiqib ketadi. Prosta suv taramdan oqib yotibdi. Zato tepada bizani mana shunaqa go'zal manzara kutib turibdi. Eng asosiysi bu yoqda Tianmen kayfi o'z ko'zim bilan ko'raman. Ungacha bo'lgan yo'l esa undan ham hayratlanarli bo'lishini kutmagandim. Birinchi shisha yo'lida yurasiz. Tegizda bo'lsa 1400 metrlik chuqurlikni ko'rasiz. Men bu yog'imiz pastli, tegimiz ham daj pastli. Eng mazza qilayotganim haqiqiy tog'i. Shunday chekkasida yurayotganimiz. Men bu yo'lda hamma parchkalar kelib olib, qizil lentaga ismlarini yozib, mana shunaqa ilk ketishgan. Men ham Farangizdan kelganda ilk ketardim lekin. Vid bergan qanaqadir. Bilmadim, chiroyli. Musir emas lekin, musir vid emas, chiroyli vid. Keyin bo'lsa shundoqqina qoya chetiga yopishib qurilgan, eni atiga 1 metrlik keladigan uzun yo'llardan yurdik. Pastga qarasa bo'lsa o'sha boshini aylantiryapti-ku. Bir tarafdan ham qo'rqib ketasiz, yuragingiz ana bundoq pastga qarasangiz deb bo'ladi. Ozgina egilsangiz bo'ladi. Dahshatli manzarani kameradan yetkazib berish ilojsiz. Tog' havosiga keladigan bo'lsa, shahar issig'idan keyin shunaqangi yoqyapti, juda yoqimli salqin. Sizlarchi prosta tegimizni ko'ringlar, nima bizani ushlab turganini. Bilmadim, yetkazib bera olamizmi videodan. Bu bahaybatni yoki yo'qmi, drone uchirish mumkin emas ekan bu yoqda. Qanaqadir ko'prikka kelib qoldik. Mulotda shunaqa go'zallik orasida aylanganingiz sari har burilishda yangi manzara ochilaveradi. To'ymasdan rosa maza qilasiz. Euforiya bo'lib yurdik. tog'larning ichida hozir eskalatordan tushyapmiz va dahshat hozir bitmasligini ko'rsataman, tayyor turinglar. Va nihoyat yo'limiz so'ngida o'sha mashhur Tianmen g'origa keldik. Orqamda turgan haqiqiy tabiat mo'jizasini yaxshilab ko'rish uchun 999 ta zinadan pastgacha tushishimiz kerak. Tianmen g'ori osmon darvozasi nomini olgan. Chunki unda tabiiy hosil bo'lgan ulkan arkasi bor. Unga chiqish yoki undan tushish uchun esa aynan 999 ta zina qurilgan. Xitoyda 9 raqami abadiylik ramzi hisoblanadi. Shuning uchun ham 999 ta zina osmonga olib chiqadigan yo'l sifatida ko'riladi. Voy, lekin men bu manzarani ko'rish prosta arziydi. Yana yetmaganiga sharshara ham bor. Rasmlarda ham ko'rib keluvdim-da, rasmlarda ancha kichkina, real hayotda bahaybat, prosta bahaybat. Umuman olganda Zhangjiajiega men 10 dan 10 qo'yaman. Ayniqsa mana shu orqamda turgan Tianmen Mountainsga kelmasangiz bo'lmaydi. Qancha rasmlarda ko'rgan bo'lsangiz ham ishoning, kelganingizda og'zingiz ochilib qolishi aniq. Albatta Xitoyga kelib o'sha mashhur buyuk Xitoy devorini ko'rmasdan ketish eng katta xato bo'lardi. Shuning uchun endi Pekinga uchib keldik. O'rtoqlar, men 7 mo'jizadan biri buyuk Xitoy devoridaman. 21 000 kilometr uzunlikda mana shunaqa devorni qurish yana miloddan avvalgi 7-asrda boshlangan. Buyuk Xitoy devori dunyodagi eng uzun inshoot. U yangi 7 mo'jiza ro'yxatiga kirgan. Yana qurilishi miloddan avvalgi 7-asrda boshlangan va 2000 yil davomida devor qurilib va mustahkamlanib boravergan. Qurilish davomida 100 minglab odamlar charchoq, ochlik, kasallik va qattiq sharoitda deb halok bo'lgan. Shuning uchun ham buni dunyodagi eng uzun mozor deyshadi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, jasadlarni to'g'ri devor ichiga tashab ustidan qurib ketaverishgan degan gapga ishonmang.
Bu shunchaki afsona. Arxeologik dalillar buni tasdiqlamagan. Buyuk Xitoy devori asosan shimoldan bostirib keladigan ko'chmanchilardan himoya uchun qurilgan. Bizi yoshligimizdan ko'rgan Jumongdagi Xun qabilalari ham bu devorni asosiy dushmanlaridan bo'lgan va ularning qabilasi ham devorni buzib yoki aylanib o'tib Xitoy hududiga bostirib kira olishgan. Aslida devor ko'proq vaqt yutish va signal minoralari orqali tezkor xabar berib, Xitoy aholisi va armiyasiga tayyorlanish imkonini berish uchun xizmat qilgan. Keyinchalik hatto Chingizxon mo'g'ullari ham, Manjurlar ham Xitoy bosib olishgan, lekin oxir oqibat o'zlari Xitoy madaniyatiga singib ketishgan. Chunki Xitoyning aholisi ulkan, yozuvi, dini, an'analari va boshqaruv tizimi juda kuchli bo'lganki, bosqinchilar Xitoy egallashgan bo'lsa ham, oxirida o'zlari xitoylashib ketishgan. Shuning uchun Xitoy hech qachon Mo'g'uliston yoki boshqa bo'lmasdan Xitoyligicha qovurgan. Haqiqiy jangchida o'zimni his qilyapman. Har yili devorni ko'rishga 30 milliondan oshiq turistlar keladi va ko'pchiligi yoki Badaling yoki Mutianyuga boradi. Shuning uchun ham u joylar juda yam-gavjum bo'ladi. Har doimgidek Isom TVdan eng zo'r lifehacklarni eslab qoling. Haqiqiy, tarixiy, eng kam restavratsiya qilingan devorni ko'raman desangiz, Simatay qismiga keling. Bu yerda odam deyarli yo'q. Manzaralar esa ancha tabiiy. Men bu yerda tekst devoriga kelib qoldim. Mana buni qaranglar, qanaqa o'tadi bu yerdan desanglar, mana. Bu yerda $21 ga ziplinda ham uchib tushsangiz bo'lar ekan. Buyuk Xitoy devorida ham uchaman. Bu safarda biz Xitoy atiga 4 ta shahrini, eng ramziy joylarini ko'rsatishga harakat qildik. Lekin bu mamlakatda bor yo'g'i 10% xolos. Hali bu yurtda qanchadan qancha go'zalliklari qolib ketdi. Shunaqa ekan, Xitoy unutilmas tajriba va emotsiyalar uchun rahmat. Men hali albatta yana qaytib kelaman. Pekin Buyuk Xitoy devoriga men 10 dan 10 ball qo'yaman. Hamma kelishgan. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Xayr.